Altay shahri Balbag'ay yezisi kiyim qo'shib kentidagi Nabiy G'ulom Osmonxon yakka tijoratchi bo'lib, chorvachilik bilan shug'ullanib, millioner bo'lgan. 40 yoshdan amdil oshgan Nabiy G'ulomning yezida xeli inovati bo'lib, buni nazarga olgan Xitoy yerlik hukumat xodimlari Nabiy G'ulomni alohida taklif qilib, shu yezida 8 million qimmatidagi chorvalarni boqadigan lapas soldirish maqsadida Nabiy G'ulom bilan to'xtamlashgan. Dastlabki qadamdagi qurilish bitganda Xitoy hukumatı darhol qurilishni to'xtatib, "Sen bu qurilishni qilolmading. Sana bankidan 3 million qarz olib bergan, shuni to'laysan, bo'lmasa turmada yotsan" deb muddatsiz qamoq jazosi bergan. Amaliyotda Nabiy G'ulom bu qurilishni nihoyat yaxshi qilgan. U ilgari chorvachilik bilan millioner bo'lgan. Xitoy kommunistlarining asli g'arizi uning qo'lidagi dasmoyini tortib olish ham uni yo'q qilish. Chunki bu bir necha yil jarayonida G'uljidagi minglagan o'tir qatlamdagi boylarni mushu qiltoq bilan yo'q qilgan. Dünya Uyghur Qurultiyi raisi Dolqun Aysa Xitoy hukumatining bir qism davlatlarning elchilarini xalqaroda jazo lagerlari, yig'ib olish lagerlari deb ayblanayotgan Uyg'ur diyoridagi lagerlarning bir qismini ziyorat qildirib, o'zlarining qilmishlarini oqlash tashviqotini kuchaytirayotgan paytda Yevropa parlamentida Xitoyning jazo lagerlariga qarshi faoliyatlarini boshladi. Dünya Uyghur Qurultiyi raisining Yevropa ittifoqi ziyoratida Ilham To'xti guruhining raisi Anvarjon Apandimo hamroh bo'lgan bo'lib, u Xitoy turmusidagi Uyg'ur o'qitishi ziyolisi Ilham To'xtini Nobel tinchlik mukofoti va Sakharov mukofotiga nomzod ko'rsatish faoliyatlarini qanot yedirish maqsadida Yevropa parlamentida tirishchanlik ko'rsatayotganligini bayon qildi. Germaniya ovozining 8 yanvardagi xabarda ko'rsatilishicha, Xitoy hukumatı bu qatim Birlashgan Davlatlar Tashkilotining xodimlarini yoki jazo lagerlarini ziyorat qilishni talab qilgan G'arb demokratik davlatlarining elchilarini emas, balki Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Afg'oniston, Hindiston, Pokiston, Malayziya, Indoneziya, Tailand va Kuvaytdan iborat 12 davlatning elchilarini atalmış qayta tarbiyalash markazini ziyorat qildigan. Dünya Uyghur Qurultiyi raisi Dolqun Aysa apandining bildirishicha, u Yevropa parlamentidagi bir haftalik ziyoratlari jarayonida bir qism parlament a'zolari va Uyg'ur do'stlik guruhi xodimlari bilan Xitoyning jazo lagerlariga qarshi 2019-yillik faoliyat planlarini muzokara qildi ekan. ...2019 yillik butun dunyodagi ko'lami eng cho'ng iste'mol elektron mahsulotlari ko'rgazmasi 8 yanvardan 11 yanvargacha Amerikaning Las Vegas shahrida o'tkazildi. Eng yangi texnik taraqqiyot yuzinishidan qaraganda sun'iy aqli iqtidor markaz qilingan. Ko'rgazmani uyushtirgan Amerika iste'mol texnik jamiyatining muavin lideri Stoikonning tunishtirishicha, yarmankining o'zgacha afzalligi shuki, ko'rgazma va sun'iy aqli iqtidorga munosabatlik butkul ekologiya sistemasi bo'lib, Amerikaning Intel, Yinghuida qatorliq yadroliq texnikani egallagan o'zak va mikro bartaraf qilg'uchi orqali mahsulot ishlab chiqargan dunyoning har qaysi joylaridagi cho'ng kichik korxonachilar jam bo'lib, birlikda kelgusi iste'mol elektron iqlim ustida o'rtaq izlanishidir. Ko'p yillardan beri Xitoy bu ko'rgazma faoliyatiga aktiv qatnashib kelgan bo'lib, bu qitimqi yarmankiga qatnashgan 4500 dan ortiq korxonachilarning 4dan 1 qismini Xitoy korxonachiligi egallagan. Yarmankida egallagan umumiy ko'lami Amerikadan qasila Xitoy ekan. Shvetsiya grajdani Peter Dahlin Angliya telegraf nazorat boshqarish organiga Jungu markaziy televiziya stansiyasining radio nizomiga xiloflik qilish to'g'risida shikoyat sundi. Hamda Angliyadagi quyish huquqini bekor qilishni talab qildi. Peter Dahlin 7 yanvar Angliya telegraf nazorat boshqarish organiga sungan shikoyatnomasida 2016-yil u hech qanday rasmiyat yo'q ahvolda qo'lga ilinib, so'roq qilinmayla uzun muddat qamalgandan keyin majburiy markaziy televiziyasida gunohini e'tirof qildirilgan ekan. Hamda uning ruxsatsiz singa ilingan suratlarni televizorda tarqatgan. Jungu markaz televiziya stansiyasi Angliya radio nizomining munosabatlik shaxsiy maxfiyatga tajovuz qilish va adil nizom qonun tuzumiga xiloflik qildi deyilgan. 2019-yildan 2016-yilgacha Jungu tijorat g'ayri hukumat tashkiloti Junguning huquq qo'g'dash jiddiy yordam berish guruhisida xizmat qilgan bo'lib, asosan muxbir, advokat va boshqa kishilik huquq qo'g'dag'uvchi kishilarga yordamchi bo'lgan. 2016 yil yanvar tutilib, ma'lum vaqtdan keyin televizorda majburiy gunohi e'tirof qildirilib, chegirdan qo'g'lab chiqarilgan.